Ko'pchilik islomiy moliya deganda foizsiz kreditni tushunadi. Aslida esa bu butunlay boshqa bir moliyaviy tizimdir. Islomiy moliyada foiz evaziga ishlash mumkin emas. Pul mablag'lari haqiqiy tovar va xizmatlarga bog'liq bo'lishi lozim. Butun moliyaviy tizim esa shariat tamoyillariga muvofiq bo'lishi shart. Hozirgi kunda O'zbekiston moliya bozori islomiy moliya tamoyillari sari faol intilmoqda. Aynan shuning uchun biz shariat talablariga mos keladigan, shu bilan birga banklar va mikromoliya tashkilotlarining mavjud biznes jarayonlarini hisobga oluvchi FP Islamic Finance platformasini ishlab chiqdik. Murabaha, ijara, salam va parallel salam, musharaka, mudaraba, ichki CRM tizimi, 24 ga 7 texnik qo'llab-quvvatlash, batafsil tahlil, xalqaro IOFI standartlariga muvofiqlik, bularning barchasi ushbu platformaning shunchaki bir qismidir. FP Islamic Finance islomiy moliya mahsulotlarini o'zlarining mavjud infratuzilmalari doirasida joriy etishni istagan banklar uchun mo'ljallangan. Shuningdek, tizim islomiy moliyalashtirishning to'laqonli jarayonlarini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan mikromoliya tashkilotlariga ham mos keladi. Mikroservisli arxitektura tufayli uni joriy etish mavjud tizimlarning yadrosiga o'zgartirish kiritishni talab etmaydi. Islomiy moliya va FP Islamic Finance haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi havola orqali Telegram kanalimizga o'tishingiz mumkin.